Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. O'tgan safar demak 45-savoldan 78-savolgacha ko'rgandik. Xudo xolasa bugun 79dan qolganini davom ettiramiz. Tayyor bo'lsanglar darsni boshlaymiz. Savollar bo'lsa bemalol so'ranglar. Tushundinglar? Bemalol savollar bo'lsa so'rab ketinglar. Xo'p. 79 yetyaptiki, qaranglar. Xullas mana shu chizma berilgan. O1 dan O2 gacha bo'lgan joy 2 ga teng ekan. Mana bu joy bor-ku. Mana shu 2 bo'lsa, radiusini toping deyapti. Mana bu katta aylanani radiusi katta yer. Kichkina aylanani radiusi kichkina yerda bo'lsa berib qo'ygan. Tushundinglar? Xo'p, bitta ish qilamizda. Mana bu yerdan bitta kesma tortsam, mana bu ko'rinishda kesma kelib qoladi, to'g'rimi? Mana bu yerdan ham bitta kesma tortib olamiz. Shuni alohida chizib olaman, qarab turinglar. Mana bunaqa narsa hosil bo'ladi. Mana bu teparoqda turibdi, to'g'rimi? Mana bu yerda markazi bor, bunda tortilgan. Mana bu joy. Necha buni orasi? 30. Tushundinglar? Bitta qoida borda, qaranglar. Aylanani markazi misol uchun necha bo'lsa, mana aylanadan tashqarida turgani aylanani markazini yarmiga teng bo'ladi. Yo'q, naborat. Bu aylanani markazi necha bo'lsa, tashqarisidagi shu markazi yarmiga teng bo'ladi. Demak, bu necha bo'lgan? 60 bo'lgan bu. Tushundinglar? Yoki da men mana bu ko'rinishda tortadigan bo'lsam, bu joy necha bo'ladi? Baribir 30. Bu yerga qarab tortsam ham necha bo'ladi? Baribir 30. Tushunarli? Savollar bormi? Xo'p, endi demak, mana bu burchagimiz hozir umumiy 60 bo'lganmi? Xo'p, yarimdan bo'ladigan bo'lsa, mana bu joy 30, pasti ham necha bo'lib qoladi? 30. Tushundinglar? Xo'p, mana bu yerdan bitta qaranglar. Mana bu uchburchakni ko'rdinglarmi mana bu? Ko'ryapti? Alohida kichkina qilib chizib olaman. Chizib oldim. Mana markazdan mana aylanani chetigacha bo'lgan joy bu radiusmi hozir? Mana bu joy radius bo'lib turibdimi? Tushundinglar? Xo'p, bu radius bo'lsa, orasidagi burchi necha bizda? 30. Xo'p, bu 30. Mana bu 90 mi? Mana bu 90 bo'lib qoladi. Tepasi necha bo'ladi? 60. Sizlarga qoida o'rgatdim. 30 gradus qarsiga qachit gipotenzani nimasiga teng bo'ladi? R taqsim necha bo'ladi bu? 60 ga to'g'risidagi mana bu qachit 30 ga to'g'risidagini ildiz 3 ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ildiz 3R taqsim necha bo'lib qoladi? Tushundinglarmi? Mana shunday savollar bormi? Qaytaraman. 30 ga to'g'risidagi qachit gipotenuzani yarmiga teng. 60 to'g'risidagi qachit 30 ga to'g'risidagini nimasiga ko'paytmasiga? Ildiz 3 ga. Demak, mana bu joy necha bo'lgan? Necha bo'lgan? Ildiz 3R taqsim, bu yoqdan uzr, mana bu joy R taqsim 2 bo'lgan. Mana bu joychi ildiz 3R taqsim 2. Endi xuddi shu ishni bu yoq tomonga ishlatamiz. Mana bu bitta kesma tortsam, mana bu 45 mi? Demak, buni ichi 90 bo'lganmi? 90 bo'lsa, mana bu 45 bo'ladi. Bu tomonchi 45. Mana bu ham 90 mi? Mana buni ichi necha bo'lib qoladi? 45. Alohida chizib olaman. Mana shu joyni chizib olaman. Chunki bu 90 bo'lsa, Fotima. Maryam. Bu 45 bo'lganda mana bu ham 45 bo'ladi. Chunki ichki burchaklar yig'indisi 180 bo'lishi kerak-da. Shunda mana bu bitta burchak, bitta uchburchak ketadi. Mana buni? Ha, bu alohida bitta, bu alohida boshqa. Mana bu joyga kesib olaman, qarab turing. Mana uchburchak bor-ku, kesib chizib olaman. Mana bu burchak necha? 45. Mana bu necha? 45. Mana bu nimaga teng? Mana bu joy. R taqsim 2 ga, mana bu joy R taqsim 2 chiqdi. Olib kelib yozaman. Mana 90. Qanaqa uchburchak bo'lib qoldi bu? Teng yo'lmi? Teng yo'lning uchburchagini bir tomoni necha bo'lsa, ikkinchi tomoni ham shu bo'lishi kerakmi? Demak, bu ham R taqsim necha bo'ladi? 2. Tushundinglarmi? Bu yoq tomon kerak emas bizga. Mana bu joy kerak. Nimaga teng ekan bu? R taqsim 2 ga. Mamutdan Mamutgacha bo'lgan joy nimaga teng edi? Ildiz 3R taqsim 2 ga. Shu ikkalasini, mana shu ikkita kesmani qo'shgan paytim javobimiz nima chiqishi kerak? Yozaman. Ildiz 3R taqsim 2 plus necha? R taqsim 2 teng bo'lishi kerak. Jami uzunligini 2 deb berganmi? Mahraj berib yuboraman. 2 2 bunga necha keladi? Shunda bu yoqda nima qoladi? Ildiz 3R plus R teng 2 kare 2 nechaga? R ni chiqarib olsak, ildiz 3 plus 1 teng necha bo'lib qoladi? R topsakchi 4 taqsim nimaga teng? Ratsionallikdan qanday qutib qo'yardik? Ya'ni plusli kelib qolsa, minusliga bir marta ko'paytirib, bir marta. Xo'p, tepasini mana bu ko'rinish. Mana minusli kelib qolsa plusliga. A plus B, A minus B mi? A ni kvadrat, ildiz 3 kvadrat 3, 1 kvadrati 1, 3 dan 1 ayirsak 2. Mana bu nima qiladi? Qisqarib ketsa 2 qovus ichida ildiz 3 minus necha qiladi?
Demak, radius nimaga teng bo'lgan ekan? Katta radius 2 qovus ichida ildiz osti 3 minus nechiga? 1 ga. Bizdan shuni so'raganmidi? Katta R 2 ildiz osti 3 minus 1. C javob ekan. Nima savollar bor beringlar. Menimcha qiyin emas. Oddiy kichkinagina xossalardan ishlatdim. Katta R, kattalarni to'xtab turing. To'xtab turing. Qaysi joy? Mana bumi? Qarang, mahrajlar bir xilmi? Mahrajlar bir xil bo'lsa, umumiy mahraj mana bu yerda nechi bor? 1 mi? 2, 2, 1 ga. Umumiy mahraj 2 bo'ladi. 2 ni 1 ga bo'lsam 2 tadan, a bularga bittadan yozib o'tiraman. Yo'q, qo'shish mumkin emas. Ha, bittasi yoziladi. Alohida, chunki buni ildiz osti 3 turibdi-da. Qo'shib bo'lmaydi. A buni oldida 1 bor. Mumkin emas, teng to'g'ri. R chiqarib yubordik. Ildiz osti qozoq. Nima savollar bor yana? Ha, katta R, katta aylanani radiusi. Kichkina R, kichkina aylanani radiusi. Bizga kattasini topib bergin deyapti. Tushunarli? Agar kichkinasini so'raganda biz hozir chap tarafdan boshladik-ku. Kichkinasini so'raganda o'ng tarafdan boshlardik. Ya'ni mana bu, qaranglar, mana bu kichkina R mi? Mana bu kichkina R bo'ladimi? Bu kichkina R bo'lgandan keyin mana bunaqa narsa bo'lib qoladi. Mana qaranglar, chizadigan bo'lsam. Mana bu 45, bu ham nechi? 45. Mana bu kichkina R bo'lib qoladimi? A bu yoq tomon nimaga teng desa? R taqsim ildiz osti 2 ga teng. Pifagordan kelib chiqadi. Chunki bu tomon mayli bitta isbotlab keta qoling, kerak bo'lib qolar. Mana bu yoqda A desam, bu yoq nima bo'ladi? A bo'ladi. Chunki teng yo'q-ku. A kvadrat plus A kvadrat teng bo'lishi kerak nimaga? R kvadratiga, to'g'rimi? 2 ta A kvadrat teng R kvadratgami? Ildiz chiqarsam bo'ladimi ikkalasidan? 2 qolib ketadi. A dan nima chiqadi? A kvadratdan? A bundan R kvadratdan R chiqadimi? Bu yerdan A ni topsak, R taqsim ildiz osti necha bo'ladi? 2. A demak nimaga teng bo'lgan ekan? R taqsim ildiz osti 2. Xuddi shunday bu yoqni keyin to'ldirib ketaverasizlar. Tushunarli? Buni o'chirib tashlayman, bizga bu kerak emas. Chalg'ib keyin videoda tushunmay qolasizlar. Xo'p, 80. Yig'inni qaysi oralikda yotadi deb yozib qo'yibdi. Nima qilamiz? Kimda qanaqa idea bor? Yig'inda qaysi oralikda yotadi? Mana A oraliq. Nima qilardik? Behruz. Xo'sh, hisob kitob qilgan paytimiz qaysi oralikqa to'g'ri keladi? Bunday qilamiz. Qarang. Tavakkal qilach qaysi oralikqa to'g'ri keladi? C variant bor, faqat bu misolda emas edi. Boshqa misolda edi. Unda 3 tepada 3 bir narsalar qatnashadi. Xo'p, bunday qilamiz. 2 taqsim 4 ga tegmayman. Plus 2 mana 23 chi, mana 44 ga o'xshatib yozaman. Bunday qilsam bo'ladimi? 22 plus 1 taqsim nechi? 44 bo'ladimi? Plus 222 plus 1 taqsim nechi? 444. Va oxirgisi 2222 plus 1 taqsim nechi bo'ladi? 444. Barobar. Buni yozadigan bo'lsam 2 taqsim 4 plus alohida bo'lib yuborsam bo'ladimi? 22 taqsim nechi? 44 plus 1 taqsim nechi? 44. Bari mahrajlar bir xilmi? Yana qo'shilib ketadi, shu narsani qaytarib beradi. Plus bunga ham xuddi shu qoidani qo'llayman. 222 taqsim 444 plus 444. Va plus bunga ham bitta qo'llaydigan bo'lsak, shunaqa bo'ladimi? Qisqartiramiz. 2 ga qisqartirsam bo'ladimi? 1 taqsim nechi? 22 ga bo'laman. Yana 1 taqsim 2. Bularga tegmayman. Turaversin. 222 ga bo'lib yuborsam 1 taqsim nechi qoladi? Plus bunga yana tegmayman. 2222 ga bo'lib yuborsam 1 taqsim nechi qoladi? 2. Mana bunga yana tegmaymiz. Sanamiz nechta 1 taqsim 2 bor? 1 2 3 4, to'g'rimi? Tasavvur qil. Nechi? 4 taqsim 2. 4 taqsim 2. Yozib ketaveraymi 4 taqsim 2 deb? Mana qaranglar. 3 plus 3 plus 3 plus 3. Nechta 3 bor?
4tami? Mana shuni 3 ko'paygan 4 deb yozsam bo'ladimi? Bo'ladi. Bu yerda ham 4 ta 1 taqsim 2 bormi? 1 taqsim 2 ko'paygan necha deb yozaman? Bu ikkalasi nima qiladi? Qisqaradida nima qoladi javob? 2. Demak 4 ta 1 taqsim 2 ni qo'shadigan bo'lsam, javob nima qolar ekan? 2. Bizda mana bular ham bormi hali? Qaranglar, mana bu 1/44 ga bo'lsam 0,0 misol uchun 1 nimadir chiqadi-da. 1 ni 444 ga bo'lsam, bundan ham kichkina son chiqadimi? 0,001 deb qo'yam bo'ladimi? Bunga bo'ladigan bo'lsa, ha? Qaranglar. Bularni qo'shadigan bo'lsak, mana bularni qo'shamiz-ku hozir, to'g'rimi? Borsa 0,1 gacha boradi. Borsa 0,1 gacha, 1 ga bormaydi. 0,1 gacha boradi. 2 ga 0,1 ni qo'shadigan bo'lsam, nima chiqadi javob? 2,1 degan son qaysi oraliqqa to'g'ri keladi? Javobmi? Xo'p, nega B deyapsizlar? Uje 2 degan javob chiqdimi? Men bularni qo'shganimda yana ozgina kattalashadi-ku. Aniq 2 dan o'tadi. Tushunarli? Savol bo'lsa beringlar. Nima savol bor? Yani bir taqsim 2 topqaldi. Keyin mana qo'shib chiqamiz-da, to'g'rimi? Bir taqsim 44 o'shanda. Mana bularni taqribiy qilib chiqarib oldik-da, Fotima. Tushundinglar? Taqribiy qilib yozib oldim. To'g'ri javob oldim. Hop, 81 ga nima deyapti? Shohruh, sizlardan bir savol. Nima qilamiz? ABCda eshitib turinglar. ABCda eng katta yuzali 4 burchak bo'lsa, eng katta yuzali 4 burchak ekan mana ABCda. Bo'yalgan soha yuzini toping mana. Ichidagi narsa bor-ku, 3 burchakni, o'shaning yuzini toping deyapti. Xo'p. Teng 3 burchakka qaranglar. Mana bu 4 burchakni-da, 4 burchakni. Mana bu tomoni qanaqadir A deb tursam bo'ladimi? To'g'rimi? Ikkinchi tomoni qanaqadir B deb turaman, bo'ladimi? Endi tepadan bitta balandlik tushirsam, sizlarga savol. Teng 3 burchakda bu ham balandlik, ham bisektriса, ham nima bo'lardi? Medianami? Mediana bo'ladigan bo'lsa, demak teng 2 ga bo'lib qo'yadimi? Ya'ni mana bu to'g'ri 4 burchagimiz ham teng 2 ta bo'lakka bo'lib ketadimi? Jami B bo'ladigan bo'lsa, B taqsim 2, B taqsim necha bo'lib qoladi? 2. Asosi 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, nechadan bo'lib qo'yadi? Mana bu joy, mana bundan o'chirib turaylik. Bu joyi 6 bo'lgan, bu joyi ham necha? 6 bo'lib qoladi. Tushunarli-a? Muhammad. Xo'p, mana bu mediana bo'lgandan keyin 6 qilib bo'lib qo'yadimi? Xo'p, bu 6 bo'lsa, endi qaranglar, mana bu B taqsim 2 bo'lsa, mana bu joy bor-ku. Mana bu joy nimaga teng bo'lib qoladi? B taqsim 2 ga. Mana bu joy nimaga teng bo'ladi? Mana bu. Qaranglar, jami 6 mi? 6 dan mana shu joy shunday olib tashlasam, bu yoq qoladimi? Demak, nimaga teng bo'ladi? Qanday 3 voy? 6 minus B taqsim 2 qoladi. Mana misol uchun mana bu joy 5 ga teng bo'lsa, jami 6 mi? 6 dan mana bu 5 olib tashlasam, mana bu 1 qoladimi? O'shanaqa narsada, lekin bizda 5 ta o'rnida nima turibdi? B taqsim 2. Demak, mana bu joy 6 minus B taqsim necha bo'lgan ekan? 2. Xo'p, yana bizda nimalar bor? Xo'p, xullas, mana bu balandlikmidi? Men balandlikni alohida chizib olaman, qarang, 4 burchak. Bu tomon nechaga teng? 10 ga, mana bu necha edi? 6. Mana bu tomon h deb tursam bo'ladimi? Nimani eslatyapti? Plus 6 ning kvadrati teng 10 ning nimasiga? H kvadrat plus 36 teng 10 ning kvadrati 100 mi? 100 dan 36 ni ayirsak? Nimani kvadrati 64? Balandlik necha bo'lgan ekan? 8. Qarab turib bitta ish qilamiz. Mana bu A bo'lsa, mana bu joy nimaga teng bo'lib qoladi? Bu A bo'lsa, to'g'rimi? Bu ham A bo'ladimi? Mana bu joy. Jami nima edi bizda? 8 mi? Xo'p, jami 8 dan mana bu joyni olib tashlasam, mana tepasi qoladimi? Bu necha bo'lgan ekan? 8 minus nima savollar bor? Mana shungacha bo'ldi. U yoq endi o'sha xossalar ishlatish boshlayman. Mana shungacha nima savol bo'lsa beringlar. Yo'q, tushundingizmi? Marhamat. Kamoliddin. Qolganlar. Davom etaveraymi? Xullas, tushundinglar? Adashib ketmayapsizlarmi ish qilib? Shoshmasdan ketyapmiz. Ha. Mana bu uchburchakni ko'rasizlar. Mana buni ko'rasizlar, to'g'rimi? Olib kelib mana ko'ching, mana bu joy A ga teng, A. Shuni olib kelib shuni chizib olaman, qarab turinglar. Xuddi o'zgartirmasdan. Shunaqa bo'ladimi?
Mana bu joyi ozgina bo'yalgan xullas. Mana yarmi. Pasti b taqsim 2 ga teng. Mana bu tomonchi? Mana bu joy. Bu tomon nimaga teng? Yon tomoni 8 minus tepaniki. Bunikichi? Xo'p, o'xshashlikdan foydalanamiz. O'xshashlikning nima foydasi bor? Ya'ni mos tomonlarning nisbati bir-biriga teng bo'ladi. Asoslarning nisbatiga. Tushunarli? Xo'p, misol uchun bu uchburchakni bu tomonini olsam 8 minus a taqsim bu uchburchakni ham shu yon tomonini olishim kerak. Ya'ni pastini yoki mana bu tomonni emasda. Tushunarli? Shu nima keladi? A keladi. Endi bu birinchi uchburchakni asosini olsam, ikkinchi uchburchakni ham nimasini olaman? Asosini. B taqsim 2 taqsim nima bo'ladi? Tushunarli? Xo'p, xullas mana shu yerdan a bilan bni ifodalab olishimiz kerak. Ozgina soddalashtiramiz. Buni bilasizlar yaxshi. B taqsim 2 ga tegmayman. Mahraj nima keladi bunga? 6 kere 2 12 minus b taqsim nechi bo'lib qoladi? Mana bu ikkilar nima qilardik? Xullas bo'lib nimalardir qilsanglar, baribir ikkilar nima qiladi? Qisqarib ketadi. Taqsim a teng bo'lsin b taqsim 12 minus b. Mahraj beraman. Bunga nima keladi? 12 minus b. B gachi? Ko'paytiraman. 12 kere 8 96 minus 12 naga ko'paytirsam 12a, to'g'rimi? B ni 8 ga ko'paytirsak 8b, ikkita b ko'paysa ab. Teng nimaga? B naga ko'paytirsam yana bitta ab. Ablar nima qiladi? Xo'p, bularni chap tarafda qoldiramiz. Minus 12a minus 96. Minus 1 ga ko'paytirib yuborsam bo'ladimi? Shunda 12 a 8b teng nechiga? 96. Shu narsani olib kelib bu yerdan ko'chirib turaylik. Bo'ladimi? Mana boshdan ko'chirib 12a plus nechi? 8b teng 96 ga qisqartirsak bo'ladimi? Nechiga qisqartiramiz? 4 ga bo'lib yuborsak har bittasini 3a plus 2b teng 24. Xo'p, qaranglar, mana shu joyga kelganda biz a yoki b ni topishimiz kerak. Bitta narsa kerak bo'ladi. Mana bu to'g'ri to'rtburchakni eng katta yuzali to'g'ri to'rtburchak degan. Eng katta yuzali degan. Qachon eng katta yuzali bo'ladi? Qachonki uni yuzasi eng katta bo'lsa. Bu to'g'ri to'rtburchakning yuzasini topish uchun birinchi tomondan ikkinchi tomonga ko'paytiramiz. Ya'ni a ni nimaga? b ga. Eng katta yuzali bo'lishi uchun eslab qolinglar. Uni hosilasi har doim 0 ga teng bo'lishi kerak. Tushunarli? Eng katta yuzali desa, hosila olib nimaga tenglar ekanmiz? 0 ga. Xullas, men bu yerdan yoki a ni olib kelib qo'yishim kerak, yoki b ni. Farqi yo'q, qaysi birini topishdan. A ni topaylik. 3a teng bo'ladi 24 minus nechiga? 2 b ga. A ni topsam 24 minus 2b ni bo'lamiz nechiga? 3 gami? Alohida bo'lib o'raylik. 24 3 ga bo'lsam 8, a bu 2 taqsim 3 nima bo'lib qoladi? B. Tushundinglarmi? Olib kelib o'rnini ham qo'yaman a ni o'rniga. Mana shu narsani shunday ko'chiraman. 8 minus 2 taqsim 3b ko'paytirilgan b teng nechi? 0. Shuni hosilasi nima bo'lishi kerak ekan? Qo'lsini ochaveraylik. b ni 8 ga ko'paytirsam 8b, buni bunga ko'paytirsam 2 taqsim 3b ning nimasi? Teng 0. Hosila olishim kerak bundan. 8b dan hosila xuddi 8x dan hosila olgandek olasizlar. 8x bo'lganda x tushib qolarmidi? Bu yerda nima qiladi? b tushib qoladi. Nima qoladi? 8. Bu yoqda 2 oldiga tushadi. 2 ga ko'payib ketsa 4 taqsim 3b. Teng nechi? 0. Tenglamani ishlaymiz. Minus 4 taqsim 3b teng minus nechiga? 8 ga. Mahraj berib yuborsam bo'ladimi? 8 kere 3 minus 24. Minus 24 minus 4 ga bo'lsam b nechi chiqadi? 6. b ni topdimmi? Olib kelib mana bu yerga qo'yadigan bo'lsa nima chiqadi? 8 minus 2 taqsim 3 ko'paygan. b nechi bizda? 6. 6 buni nima qiladi? 2 kere 2 4. 8 dan 4 ayirsak 4. A nechi bo'lgan ekan? A ni topdik, b ni topdik. Bizga nimani so'ragandi? Men bo'yalgan soha yuzasinimi? Qaranglar, mana shuni chizib olaman. Xo'p, 8. Ayimiz nechi chiqdi ayimiz? 4 mi? 8 dan 4 ayirsam, demak, mana bu balandligi nechi bo'lgan buni? Xo'p, asos nimaga teng desa, mana bu jami asos b midi bizda. B imiz nechi chiqdi? 6 mi? Mana jami asosi b, jami. Mana b taqsim 2 ga b taqsim 2 ni qo'shsak b bo'lib qoladi. To'g'rimi? Mana bu joy. Tushundingizmi, tushunmadingizmi?
Mana bu joyga qo'shsak nima keting? Bo'lganmi? Mana o'sha b. Bizani b'miz nechi edi? Yuzasini qanday topamiz yuzasini? Nimaga ko'paytiraman shunda? Esladingmi? 4 6 ga ko'paytirib nechaga bo'lamiz? Balandligi berilsa, o'sha tomonni berilsa, balandligini shu tomonga ko'paytirib nechaga bo'lardik? 2 ga. Javob necha chiqadi? 12. Biz endi bo'yalgan sohangiz necha bo'lgan ekan? 12. Tushundinglarmi? Top 82. Mana tushundinglar? 82 ga bor. Shu joyni chiqarsangiz bir ko'p qilasiz. Hosil olib, mana hosil olib mana qo'ygan deb. Qarang eshitamiz. Yo'q, ketdik. Hosilasini topamiz. Birinchi hosilasi topishdan oldin mana oxirini to'g'ri olishimiz kerak. 198 oxiri necha bilan tugaydi o'shani topib fx teng x nechinchisi? 100 plus x 98-inchisi plus va hokazo. Hammasini darajasi juftmi? Demak x nimasi bilan tugagansa x kvadrat bilan. Plus nechi? Kim tushunmadi shu joyga? Toq bo'lsa kub bo'ladimi? Toq bo'lsa 99 bo'lganda 1 bilan tugaydi. 2 minus 2 bo'lib ketadi. O'shancha Kamayib ketadi. Shunda hosilasini topadigan bo'lsak, f shtrix x mana shu o'rgangan bo'lsa, 100 oldiga tushadi. Darajasidan bir ayriladi, to'g'rimi? Necha qoladi? 99 yana 98 oldiga tushadi. Darajasidan bir ayriladi. 90 nechi? Plus va hokazo 2 oldiga tushadi. Darajasidan bir ayriladi. X o'zi qoladimi? Birdan hosila nimaga teng? 0 ga. Sondan hosila 0 ga teng. X ni o'rniga nimani qo'ygin deyapti? F shtrix 100 ko'paygan 1 99-inchisi, 98 ko'paygan 1 97-inchisi va hokazo. 2 ko'paygan nechiga? 1 har qanday darajasi 1 mi? Yo'q ketadi. Bu ham yo'q ketadi. Mana kerak emas. Shunda bizda nima qoldi? 100 plus 98 plus va hokazo plus nechi? 2. Nima qilardik? Yo'q. Sizlarga qarang, ko'zlar o'rgansa ham qilaylik. 2, 4, 6 bo'lib ketgan o'zi aslida 98 plus nechi? 100. Arifmetik regressiyaga qo'yib ishlaymiz. Nima qilardik? Boshiga oxirini qo'shib 2 ga bo'lamiz va ko'paytiramiz soniga. Nechta son bo'lsa, qarang. 1 dan 100 gacha bo'lganda 100 ta bo'lardi. Hozir faqat juftlarni olgan. Demak, nechta son bor? 50. Ko'paytiramiz nechaga? 50. Kim tushunmadi shu? Boshiga oxirini qo'shib 2 ga bo'lasizlar va ko'paytirasizlar. Nechta son borligiga 1 dan 100 gacha bo'lganda 100 ta bo'lardi. Faqat juft sonlar bo'lgani uchun nechta bo'lar ekan? 50 ta. Shuni hisoblasak, mana bu 100 2 taqsim 2 ko'paygan 50, to'g'rimi? Buni qisqartirib olsak, 51 ko'paygan 50. 1 kere 5 2500. Necha bo'ladi? 2550. Savollar bormi? Tushunasiz? Qaytaga. Mazam? Ha, qarang. Hozir hammasi qo'shib turibdi. Orasidagi farq nechaga teng hammasida? 2 ga to'g'ri. Nima qilar ekanmiz? Boshiga oxirini qo'shib nechaga bo'lamiz? 2 ga. Har doim 2 ga bo'ladi. Va ko'paytiramiz nechta son bo'lsa. Agar 1 dan 100 gacha bo'lganda ketma-ket. 1 2 3 4 5 100 gacha bo'lganda nechta bo'lar davom etdi? 100 keladi. Lekin hozir faqat juft sonlar qatnashyaptimi? 2 ga bo'lib olsak, nechta bo'ladi? 50. Tushunarli? Qo'shdik 102 taqsim ko'paygan bo'lib olsak 51 ko'paygan 2500. Savollar bormi? Qarorda savolda nega oxirida 1 bo'lib qolgan? O'z berib qo'yganda bu. Mana bu yerda shartda. O'z berilgan shartida sizlarni chalg'itib. Yani chalg'itmay, просто misolga qo'shib qo'yganda hosil olgan paytida baribir sondan hosilasi nimaga teng? 0 ga tushib qoladi. 83 tengdan nechta yilga keladi? 83. Nechta? To'rttamasdir. To'rttami ekan, bo'pti, ko'ramiz. Hop, tekshiramiz. Haqiqiy degani действительно bo'lgan. Hop, bundoq qilaylik, qarang.
Mana bu narsani-chi, mana bu ildizi. 4 ildiz ostida 64 minus 5x teng a desam bo'ladimi? A bunisi nima deymiz? Teng B deymiz. Teng nimaga? B'ga. O'zi aytibdi mana ikkalasini qo'shganingda javob nima chiqadi? To'g'ri. Demak, a ga b ni qo'shganimizda nima chiqishi kerak? Yozamiz a plus b teng 4 bo'ldi. Bu 4 bo'lsin. Endi to'rtburchakka olib qo'yaylikmi? Mana bu narsani ikkala tomonni 4-darajaga oshirsam bo'ladimi? Nega 4-chi? Chunki mana bu necha turibdi? 4-darajaga oshirgan 4 bilan mana bu ildiz nima qiladi? Nima qoladi? 64 minus 5x teng a ning nimasi? Kvadrat. Bu yerda ham xuddi shu ish qilaman. 4 stepin emasmi? Mana o'zi 4-darajaga oshirsak, mana ikkalasi ketadimi? 18 plus 5x teng bo'lib qoladi. Bani nechinchisiga? 4-chisiga. Tushundinglarmi? Ikkalasini bir-biriga nima qilsak bo'ladi? Yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Mana x olsalik nima aytdim? Yo'q, sistema Buning uchun ikkalasini bir-biriga qo'shib yuboraman. Qo'shib yuborsam 64 minus 5x plus 18 plus necha? Teng a ni 4-chisi plus mana 5x nima qiladi? 64 ga 18 qo'shsak, demak a ni 4-chisi plus b ni 4-chisi teng bo'lar ekan 80 nechiga? Mana bu a plus b nechiga teng edi? Son o'ylab topaylik mana shu yerda. Xullas, ikkita son bor. 4-darajalarni qo'shganimiz 80 ga chiqargan. Necha bo'ladi? O'ylab ko'rsak, kichkina savol. Qanday 2 bilan 2 ikkala 4-chisi? 3 mi? 3 bilan nechi? 3 bilan 1. 3 bilan 1. To'g'ri. 3 4-chisi nega teng? 81 mi? 1 4-chisi 1 mi? 81 ga 1 qo'shsak 82. Pastga ham tekshiringlar. Pastga ham to'g'ri kelishi kerak. 3 plus 1. Xo'p, yozamiz. Demak, a teng bo'lsa 3 ga, b teng bo'lsa nimaga? Teskarisi bo'lishi ham mumkin-ku. A 1 bo'lsa, b nechi bo'ladi? 3. Anaqa qilsachi, minus qilsachi, Minuslikni nimaga olganimizni oxirida eslataylik, tushuntiraman. Minuslikni hozir olmaymiz. Hop, ketdik. A'da nimani olganimiz? Mana bu ildizimi? Yozaman. 4 ildiz ostida qiyin emas, просто bitta 4-darajaga oshiramiz, qisqarib ketaveradi. To'xtamali narsa emas. Teng nechiga? 3 ikkala tomon necha darajaga oshiramiz? 4 ga oshirsam, mana bu qisqaradimi? 64 minus 5x teng 3 4-chisi 80. Oddiy tenglamami? Oddiy tenglama minus 5x teng 81 dan 64 ayirsak nechi chiqdi? 18 mi? 17. X topish uchun 17 ni minus 5 ga nima qilamiz? Tutib turursan. Hozircha bitta javob bor. Keyingisi. A nima edi bizda yana? Yana shu narsa. Endi mana bu 3 o'rniga nima qo'yamiz? 4 ildiz ostida 64 minus 5x teng bo'lsa nechiga? 1 ga ikkala tomonni yana 4-darajaga oshirasiz. Xuddi shu qoidani 4 marta qo'llaymiz, o'sha. Mana bu ikkalasi shuni. Mana bu ikkalasi nima qiladi? 64 minus 5x teng 1 4-chisi 1 mi? Minus 5x 1 dan 64 ayirsak minus 63. Ikkita minus bo'linganda plus bo'lib ketadi. X'imiz 63 taqsim necha bo'ladi? 5. Tursin bu. Mana qo'yib qo'yib. Yana bor bizda. Ya'ni nima edi? B. Nima oldik? Mana bu ildizmi? To'g'ri, ildiz ostida 18 plus 5x teng nechiga? 3 ga. Bo'pti, bir. Kechadan ketib 1 ga. Ikkala tomon nechaga oshiramiz? 4. Qisqarib ketadimi? 18 plus 5x teng 1 4-chisi 1. 1 dan 18 ayirsak minus 17 x barobar minus 17 taqsim nechi? 5. Va oxirgisini nechani qo'yib qo'yamiz? 4 ildiz ostida. To'g'rimi? Bular qisqaradimi? 18 plus nechi? 5x teng 3 4-chisi 80. 81 dan 18 ayirsak 17 62. 63 chi? X barobar 63 taqsim nechi? 5. Qaranglar, bizda bir xil javoblar chiqib qoldi. Qaysi birini olardik? Ikkalasidan biridan. Xo'p, ikkita bir xil bo'lib qolsa, bittasini olamizmi? Bittasi ketdi, to'g'rimi? Xo'p, yana ikkita bir xil bo'lib qolsa, bittasi o'chadi. Nechta javob bor ekan jami? Ikkita. Bu birinchi ildiz bo'lsa, bu ikki. Nechta ildizga ega desa, nechta ekan? Ikkita ildizga ega. Savollar bormi? Ne? Minus birgini olmaganimiz Ha, aytaman. endi qarang.
minus 3 bilan minus 1 tanlasam bo'ladi. Mana minus 3 ni men yerga olib kelib qo'ysam. Ildizi darajasi juftmi? Juft darajadan minus chiqadimi? Yo'q. Minus 1 ham olib kelsak, minus 1 ham to'g'ri ekan. Xuddi o'sha minusni solamiz. Bu tomonga olib kelsak, baribir nima qilmaydi? To'g'ri. Kim qachon tushunmaysiz? Minus 3 olib kelib qo'yaman. Mana bunaqa narsa bo'lib qoladi. 4 ildiz ostida xullas nimadir? Mana narsa. Minus 3. Darajasi juftmi? Daraja juft bo'lsa, juft darajali ildizdan minus chiqarmadi? Yo'q, chiqmaydi. Tushundingizmi? Top bo'lganda. Toq bo'lganda chiqishi mumkin, dollar. Toq bo'lganda endi Sistemada Demak, to'g'ri juft bo'lganga anaqa bo'lib ketadi-yu, minus plus bo'lib ketadi deb o'ylayman. kvadratga oshirsak. Lekin bu yerda hozir kvadratga oshirish mumkin emas. Chunki mana qarang. Ildiz ostida qanaqadir son bordir. Misol 25 mi? Buni har doim nima chiqadi? 5. Chunki mana bu yerda necha turardi? 2. Buni oldiga minus qo'yib qo'ysam, nimani kvadrati minus 25? Hech narsami? Yo'q, chiqmaydi. Minus bo'lib qolsa, bo'shliqdan bo'lib qoladi. Tushundinglar? Savollar bormi? Masalan, ikkita bir xil javob chiqyapti-ku, bittadan qo'ysak bo'lmaydimi? Bitta 3, bitta 1 qo'ysak. Bo'laman, yo'q, tekshirib ko'rish kerak. Boshqa chiqishi mumkin. Boshqa chiqisham. Chiqib qolishi mumkin. Chiqib qolishi mumkin. Chunki mana bu ichidagi ikki xil ifoda berilganda, buni boshqa qiladi. Bo'lmagan. Javobmi? Va belgilayman endi. Shunasiga olmoqchi. Tugatib. Xo'p, hisoblaydi. Shunday ildiz chiqarib tashlasak bo'ladimi? Ildizmi? Hop. 75 Savol yo'li bilan ishlasak, ildiz chiqarib ishlasak ham bo'ladi. bir taqsim 2 deb yozmaydi deb. Cho'l yo'li bor-da, xullas. Bir taqsim 2 deb bor. 25 deb Keyin yozsangiz, qisqartirib yuborish bor. bitta ildizga ayirib. 75 bir taqsim 2 edi. Nima qilamiz? 75 ni 25 ga 3 demak bo'ladimi? Plus kecha boshqa yo'lda ishlagandik. Ildizni necha? 6. Buni 3 kerak. 20 nima chiqadi? 3 kerak 2 demak. Shunda 5 ildiz osti nechi? 3 plus 3 ildiz osti 3. Bu turaversin. Ildiz osti 3 ko'paygan ildiz osti 2 deb yozsam bo'ladimi? Mana buni oldin nechi bo'lardi? 5 plus 1 6 ildiz osti 3 taqsim ildiz osti 3 ko'paygan ildiz osti 2 mi? Mana bu ildizlar nima qiladi? Nima qoldi? 6 taqsim ildiz ostida 2. Irratsionallikdan qutqaramiz. Irratsionallikdan qutqarish uchun ildizda nima turgan bo'lsa, bir marta ko'paytirib, bir marta nima qilardik? Shunda surati 6 ildiz osti 2, 2 dan bitta 2 chiqadimi? 6 ni 2 ga bo'lib olsak, chingiz necha bo'lgan ekan? Nima savollar bering. Sizlar oldinglardan bundan so'rayapti. Qaysi bir xil, bir xil. Birinchi yo'li, xo'p, shu turgan joyda irratsionallikdan qutqarasizlar. Ko'p eng uzun yo'l o'sha. Xo'p, ikkinchi yo'li bu, uchinchi yo'li alohida bo'lib olamiz. Buni bunga bo'lamiz, buni bunga bo'lib qisqartirib chiqamiz. Ikkinchi yo'l bilan mana bu yo'l, mana bu qaysi bir xil vaqt olsa kerak. Xo'p, 85. Savol yo'q bo'ldi, kimisi ko'taring. Qarang. O'qilishida xullas. A vektor uzunligi 3 ga teng ekan, B vektor uzunligi 4 ga teng bo'lsa, A vektor ko'paygan B vektor 10 ga teng bo'lsa, mana narsani hisoblab bering bo'ladi. Mana nima aytdim? Modulmi? Sizga savolda. Ildiz ostida A ning kvadrati berilsa, mana bu kvadratni ildiz qisqargan payt javob nima chiqadi? Modulda eslasam chiqadi. Chunki ildizdan shunaqa chiqarmoqchiman. Chunki ildizdan minus son chiqishi nima? Mumkin emas. Mana bu misolda aytmoqchiman-da. Ildiz ostida 4 minus ildiz ostida yetib turgan bo'lsa, kvadrat. Beraber ishlagandik. Mana bu ikkalasi qisqargan payt javob modulda chiqadi. Qaysi biri qolibdi? 4 ildiz osti 16. Bu ildiz osti 7 mi? 4 bilan ildiz osti 16, to'g'rimi? Ildiz osti 16 ildiz osti 7 ni ayrsam plusli son chiqadi, minuslimi? Plusli. Agar plus bo'lsa, shunday modulni olib tashladik. Agar minus bo'lsa, joyi nima qilardi? Almashardi. Ha, almashtirib modulni olib tashlaymiz. Bu yerda javob 4 minus negativ bo'lar ekan. Xuddi shu qoidani qo'llaymiz. Qarang. Mana bu oldingi holati nima bo'lgan desa, ildiz ostida 2 plus 3 ning qo'sida kvadrati deb yozsam bo'ladimi? Chunki kvadrat bilan mana bu ildiz qisqargan javob nima chiqadi yana? Moduldan
qaysi formula? A plus bilan qo'shdi kvadrat. O'sha bo'yicha yozib olamiz. Vektorlarga e'tibor bermaylik. Ketdi yozamiz. 2 buniki. To'g'ri kvadrat. 4 kvadrat to'g'rimi? Plus 2langan. 2 ko'paygan. 2. Plus 9 bilan To'g'rimi? Aha. Plus 2 bilan kvadrati Qaysi 9 o'qishdi? Bo'ldi. tushundingmi? Qaranglar. Modulda mana bunday qoida bor. 2 ning kvadrati ham to'g'ri chiqadi. Modulda 2 ning kvadrati nima chiqadi javob? Ikkalasi bitta narsa, to'g'rimi? Hozir mana bu yerga modul qo'yib qo'ysam hech narsa o'zgarmaydimi? Faqat kvadratligiga qo'ydim, bularga tekkanim yo'q. Tushundingmi? Faqat kvadratligiga. Xo'p, modulda mana vektor uzunligi. O'zi vektor uzunligi nimaga teng? 3 olib kelib qo'ysam nimasi bo'lib qoladi? Kvadrat. 4 ko'paygan 3 ning nimasi? Kvadrat plus 2 kere 2 4 4 kere 3 12 mi? Vektor ko'paygan bir vektor. Mana shu narsa ko'paysa nimaga teng bu? Mana bunaqa narsa turibdi, birga yozasan. Ikkalasini birga yozdim. Buni qiymati nimaga teng? 9 ko'paygan modulda 1 kvadrat hisoblab qo'ysak bo'ldimi shuni? 12 xatdan keladi ustoz. Hop, 2 kere 2 4 Alohida Xullas hisoblasanglar, javob shu chiqadi. 300 degani 3 ko'paygan 2 100 dan necha chiqadi javob? 10 bizos necha bo'lar ekan? Bir xil bizda ildizli javob chiqadi, bir xil bularda ildizsiz javob chiqadi. Uyga vazifada bor. Ildizsiz chiqib qolsa ikkilanib qolmaydi tam. Mana ildiz chiqmadi uyda. Tushunarli? Yozib olamiz. 86. Yo'q, yo'q. Xullas 86 da x toping deyapti. X toping desa. Qaranglar, mana bu qanaqa uchurchi mana bu? Hamma tomon teng bo'lsa, muntazam bo'ladi. Равносторонний degan usulda. Tushundinglar? Xo'p, правильный deb ham keladi usulda. Правильный deb ham keladi. Xo'p. Muntazam bo'lsa, har bitta burchak necha gradusdan bo'lardi buni? 60 60, bu ham necha? 60. Mana bu jami 90 mi? Yoki qaranglar. Bu 60. Bu 90, to'g'rimi? Mana bu necha bo'ladi? Mana bunaqa o'lchov bo'lib turibdi. Tepasi 30, mana bu 90. Mana bu necha bo'lardi? Tushundinglar? X qiymati necha bo'lgan ekan? 60. Hisoblar bormi? 30. Tushunarli? 87. Tenglamani yechindiryapti. Qaranglar, bu tenglamani borku, xullas keltirish qiyin-da. Mana bu 6 degani 3 kere necha? 2. 4 degani 2 kere 2. Savolda mana bu 3 kere 2 bilan 2 kere 2 bir-biriga qanaqadir bog'liq joy bormi? Nimadir qilsa bo'ladimi? Mana bu tenglik kasr turibdi. Mana bu 6x turibdi. Xo'p, buni o'zgartirsa bo'ladi, lekin mana bu sinus x taqsim 4 qanday o'zgartirasizlar? Bo'lmaydi, iloji yo'q. O'zgartirib bo'lmaydi. Xususiy hol qilib ishlanadi, qaranglar. Mana bu minus 2 ni o'ng tarafga olib o'tib turamiz. Xos qilamiz. 6x plus sinus x taqsim 4 teng nechiga? 2 ga. Tushundinglar? Qachon 2 chiqadi? Qachonki kosinus 6x qiymati 1 bo'lsa, sinus x taqsim 4 qiymati necha bo'lsa? 1. Chunki 1 ga 1 qo'shsa nechini beradi? To'g'rimi? Kosinus 6x maksimum nechini oladi? 1. Sinus maksimum nechini oladi? 1. Mana bunga qarab ketaman-da. Endi savolni qarang. Kosinus bilan sinusi eng kichik qiymati minus 1 bo'lardi. Eng katta qiymati-chi? 1. Sizlar bundan katta sonlarni tanlayolmaysizlar. 1 dan katta, minus 1 dan kichkina sonlarni tanlash mumkin emas. Tushunarli? Endi javob 2 chiqishi uchun bunga 1 tanladim, ikkinchisiga necha? 1. Tushundinglarmi? 1 ga 1 qo'shsa nimani berar ekan? 2 ni. Xo'p, boshqa son tanlasak-chi? Bunga 2 tanlay olmaymiz dedik. Endi bunga 2 tanlab, bunga 0 tanlay olamizmi? Yo'q, chunki kosinus sinus 1 dan katta qiymatni qabul qilmaydi. Bu degani 2 ni nima qilamiz? O'chiramiz. Bo'ldimi? Davom etaveraymi? Xo'p, demak, kosinus 6x nimaga teng bo'lishi kerak ekan? Kosinus 6x teng bo'lsin 1 ga, sinus x taqsim 4imiz ham teng bo'lsin nechiga? 1 ga. Xususiy hol-ku bu. Bittalarni chizardik. Kosinus 1 da qayerda qabul qilardi? Bu yoqda va minus 1 bu yoqda. Tepada 0, pastda 0. Qachon 1 bo'ladi desa, yozaman 6x. Birinchi mana bu necha gradus bo'lardi? 0 mi?
Bu nuqtani yana qaytib olish uchun bitta aylanani to'liq nima qilish kerak? Aylanib kelish kerak. 2 pi nima bo'ladi? Mana 0 olib tashlasam 6x teng bo'ladi 2 pi n ga. X ni topadigan bo'lsa 2 pi n taqsim 2 ga qisqartirsam pi n taqsim nechi? 3 turib tursin bu. Keyingisi sinus uchun yana bitta chizib olaman. Sinus tepada 1, pastda minus 1. Ikkita tomoni 0 mi? Bizga 1 dagi qiymati kerak. X bo'lganda x deb yozardim. X taqsim 4 bo'lgani uchun x taqsim 4 teng mana. Necha gradusga yuradi birinchi? Ya'ni pi taqsim 2 plus bu nuqtani olish uchun aylanani masjiddan boshlab to'liq bitta aylanib kelish kerak. 2 pi n. Umumiy maxraj beraveraman. Bunga ham 4 keladi. Bunga ham necha? 4. 4 2 ga bo'lib 2 deb yozib bermaylar. Shart emas. Xo'p. X barobar mana bu 4 pi taqsim 2 bo'ladimi? 4 pi ni 2 ga bo'lsa 2 pi. 4 kere 2 8 pi nima bo'ladi? N. Xo'p, bizga variantda qaranglar. Variantda alohida javoblar berilganda, xullas. Agar qaysidir variantda ikkalasini birga berib qo'yganda o'sha variantni olardik. Bu degani ikkalasini biz hozir umumiylashtirishimiz kerak. Qanday umumiylashtiramiz? Bitta aylana chizamiz yana. Mana bunga qaranglar. Xo'p, n ga 0 qo'ysam javob nima chiqadi? 0, to'g'rimi? N ga 1 qo'ysam pi taqsim 3 chiqadimi? Pi taqsim 3 60 gradus degani. 60 gradus mana bu o'tadi-da. 45 dan sal balandroq. N ga 2 qo'ysam 2 pi taqsim 3 mi? 2 pi taqsim 3 mana bu yerga o'tadi. Mana bu o'tadi, bo'ladimi? Ketaveradi xullas mana bu nuqtalarni olib. Tushundinglar? Endi bo'ldi, buniki bor. Ikkinchisiga kelaman. N ga 0 qo'ysam javob nima chiqadi? 2 pi mi? Mana 0 qo'ydim, 2 pi chiqdi-da, sirazi hamma javobni ichiga olib kirib ketib qoldi, sezinglarmi? Xo'p, 1 qo'ysam 2 pi plus 8 pi bo'ladi. U 10 pi degani 10 pi degani 10 marta aylanib keladimi? Mana bu javoblarning hammasini ichiga nima kirib ketyapti? Olib kirib ketyaptimi? Mana qaytadan tushuntiraman qarang. 0 qo'yganimizda 2 pi chiqadi-ya. 2 pi degani mana bu yerdan boshlanadimi? 2 pi bir marta aylanib kelsa, o'sha mana bu mayda nuqtalarni ichiga nima qildi? Olib kirib ketdi. Bu degani mana bu ildiz, bu ildizni o'rab turibdi. Umumiy javob qaysi bo'ladi? X barobar 2 pi n plus 8, 2 pi plus 8 pi n. Ha. Ya'ni ichiga kirib ketayotgani mana bu ichiga kirib ketdimi? Bo'ldi, bu chiqib ketadi javobdan. O'rab turganini olasizlar. Shunaqa. Sozman 6x deb yozilsa, o'shalarga tushunadi. Mana qarang. 2 pi n ni 6 ga bo'ldim. Mana bumi? Xo'p, 6x teng. Kosinus qachon birga erishadi? Mana bu yerdami? Xo'p, hozir 0 gradusda turibmiz. Mana 0 gradusga yurdim. Plus masjiddan boshlab bitta to'liq aylanib kelish kerak. Mana 2 pi aylanib keldi. Oldiga n qo'yib qo'ysak, 1 qo'ysak 2 pi, 2 qo'ysak 4 pi, 3 qo'ysak 6 pi aylanib kelaveradi. Faqat shu nuqtaga qaytib keladi-da. Tushundingizmi? Endi mana 0 gradus degani yo'q aslida. Chunki 0 ga har qanday sonni qo'shsam, o'sha son o'zi kelib chiqadi. Tushunarli? Xo'p, 88. Eshitib turinglar. Bir kunda uyda umumiy quruq choyning 1.2% ishlatiladi. Umumiy 250 gram quruq choy bo'lsa, bir kunda qancha ishlatilgan? Mana bir kunda uyda umumiy quruq choyning 1.6% ishlatiladi. Umumiy quruq choy, to'g'rimi? Umumiy 250 gram quruq choy bo'lsa, bir kunda qancha ishlatilgan? Jami 250 gram quruq choy bor ekan. O'shani 1.6% ni topib qo'ysam bo'ldimi? Buning uchun 250 ni 1.6 ga ko'paytirib nechaga bo'lamiz? Xo'p, mana bu ketadi. Foizga kerak emas xullas. Xo'p, 5 ga qisqartirsak, bu yoqda 2, bu yoqda necha qoladi? 5. 1.6 bilan 2 ni qisqartirsam 0.8. 5 kara 8 40 bo'ladi. Bitta virgul borsam 4. Tushundinglarmi? So'ylabam? Oldin ishlagan ekanmiz. Ha, qaranglar, bu yerda 4 degan javob yo'q ekan, chunki mana bu yerda 1.2 ekanda. Bo'ldi, bu turaversin, bo'yab tashlamaylik. Shunda 250 ko'paygan 1.2 taqsim nechi? 100 mi? Mana bular qisqaradi. 5 ga qisqartirsak 5, 2. 2. Mana bu ikkalasini qisqartirsak 0.6, 5 kara 3. 5 kara 6 30 bo'ladi. Bitta virgul sursam
B javob ekan. Tushundinglar? Endi mana buni tekkim keladi, bo'yalib maqtashamaylik. Haqiqatan ham uyda mana 3 grammcha ishlatilishi mumkin-da. Mana shu qo'lingizga nimaga solgan paytingizda. Hop, 90 da tenglamani yechim beribdi, nima deyapti ekan? Tenglamaning ildizlari yig'indisini toping. Ildizlar yig'indisi ekan. Hop, ildizlar yig'indisi. Hop, modulda ikkita xossasi bor edi. Bitta plyus, bitta minus. Birinchi plyus qilib ochaman, qaranglar, yozib ketaman. Plyus bilan ochsam, mana bu modulni maqtashaymiz. Prosta olib tashlayman. Nima qoladi? X kvadrat minus 2 ko'paygan x minus 2 taqsim x minus 2 teng nechiga? 8 ga. Mana bu ikkalasi nima qiladi? Nima qoldi? X kvadrat minus 2 teng 8. To'g'rimi? Bu yerda 1 qoldi. 2 kara 1 2 bo'ladi. Teng nechi? 8. 8 ga 2 ni qo'shsak 10. X teng bo'ladi. 1 marta ildiz 10 ga, 1 marta. Tushundingmi? Savollar bormi? Hozir tushunasizmi? Endi modul ikkinchi xossasi bor. Nima bilan ochish kerak? To'g'rimi? Oldiga minus qo'yib ochgan paytda, mana bu o'rtadagi minus bilan biz mana bu oldiga qo'ygan minusimiz ikkalasi ko'payadi-da, nima bo'lib ketadi? Shunda x kvadrat plus 2 ko'paygan x minus modul kerak emas. Teng 8 mi? Bular qisqaradimi? 8 dan 2 ni ayirsak 6 x teng bo'ladi ildiz osti 6 ga, x teng bo'ladi minus ildiz ostida 6 ga. Bizga tenglama ildizlar yig'indisini toping deyapti. Hammasini bir-biriga nima qilish kerak? Bu ikkalasini qo'shib yuborsam javob 0 chiqadi, to'g'rimi? Plyus bilan minus 0 bo'lib ketdi. Bu ikkalasini qo'shib yuborsam ham 0 ga 0 qo'shsak 0 mi? Tushundinglarmi? Savollar bormi? Xo'p, 89. Yana tenglama yechilyapti. Bitta qoidani eslatib ketay. Darajani pasaytirish mana shu narsa ko'p uchrayapti. Sinus kvadrati alfa kelib qolsa, darajasini qanday pasaytirardik? Sinus 2 alfa taqsim etchi. Bizning hozir alfamiz o'rnida nima turibdi? 10x. Demak, mana bu alfani o'rniga necha keladi? Yozaman 1 minus kosinus 2 ko'paygan 10 20x taqsim etchi. 1 minus kosinus 2 ko'paygan 8 16x taqsim teng 1 mi? Buni mahraj berib yuboraylik. Mana bunga necha keladi? Bunga berib bermaylar tag'in mahrajlar. Mahrajlar tushib qoladimi? 1 minus kosinus 20x ikkigami? 1 ga 1 ni qo'shsak 2, 2 dan 2 ni ayirib yuborsam 0. Demak, bular nima qilar ekan? Yo'q bo'lib ketar ekan. Shunda nima qoldi? Minus kosinus 20x minus kosinus 16x teng nechi? 0. Minus 1 ga ko'paytirib yuborsam bo'ladimi? Qaysi qoida? Xo'p, kosinus nima bo'lardi? 2 ta kosinus alfa plus beta taqsim 2 ko'paygan kosinus Beta plus alfa taqsim 2. voy. Aytma. Beta bilan boshlangan yo'l. Tushundinglar? Qoidalar kerak bo'ladi. Yozamiz. Xo'p, 2 keladi oldiga. Kosinus ikkalasini qo'shib 2 ga bo'lish kerakmi? 20 ga 16 ni qo'shsam 36, 2 ga bo'lsam kosinus ayiramiz. 20 dan 16 ni ayirsam 4, 4 2 ga bo'lsa 0 2 ga bo'lsa ham 2 o'chib ketadimi? O'rtasida ko'paytirish bor. Qachon 0 ga teng bo'ladi desa, qachonki har bittasi nimaga teng bo'lsa? To'g'rimi? Men pastga qoidani o'chirib tashlayman, mayli. Ular kerak emas. Videodan ko'rganingizdek esimga tushadi. Xo'p, bu xususiy holmi yana 0? Kosinus uchun kosinus qayerda 0 bo'lar? Tepada 0, pastda ham 0. Bu yoqda 1, bu yoqda minus 1. Qachon 0 ga erishadi desa, 18x teng mana topamiz. Birinchi necha gradusga yuradi? Pi taqsim 2 90 mi? Plus pastda ham 0 mi? Mana
nol chiqadigan nuqtalar. Qo'shnisi tepada 0 va pastda 0. Ha, yo'q. Qaranglar, eshitib turinglar. Birinchi 90 gradusga yurdim mana. Plus, mana bu pastda ham 0 mi? Mana Mambotdan Mambotgacha bo'lgan joy nimaga teng? 180 gami? To'g'rimi? Pi bo'ladi va oldiga nima qo'yib qo'yiladi? X topadigan bo'lsak, pi taqsim 2 ni 18 ga bo'laman. Mahraji ko'payib qoladi. 36 va pi n taqsim soylabon. Nima? Oxirgisimi? Pi taqsim 2 ni 18 ga nima qilamiz? Bo'lamiz. Pi n da ham 18 ga bo'lamiz. Mana bunaqa bo'ladi ochim. Mana bu yerda yozib bo'sh joydan aytdim misol ishlaymiz. Taqsim 18 mi? Bu 18 taqsim 1 deganimi? Pi ni 1 ga ko'paytirsam pi 2 kere 18 36. Tushunarli? Va nimaga teng bo'lsin? 2x teng bo'ladi. Ikkalasining qiymati bir xil chiqadi. Mana bu narsani shunday olib ko'chirib olsam bo'ladimi? Pi taqsim 2 plus 0 ikkalasi 0 bo'lib turibdi. X barobar pi taqsim 2 ni 2 ga bo'lsam plus pi n taqsim savlaman. Tinglamani yeching. Xo'p. Sol taqsim 18. Ajoyib ekan. Tushunarli? Bu berilgan, imam berilgan. Mashkala. Bu birinchi ildiz. Ikkinchisi. Hozircha boya qaraymi, yog'da qiymat sohasini fotografiya turibdi. Boya degan ishimiz faqat shu yo'lda ishlaydi, to'g'rimi? Hozir mana holatlar zarba ko'chirib turadi. O'rtasi puli ikki taraf qo'ysangiz, qachon yo'lga kelishadi? Har taraf yo'lga nima deyish o'rnimi? Ya, o'rlayman. Xo'p. X 2,5 ga teng bo'lsa, mana shu narsani hisoblab bering deyapti. Yaxshilab e'tibor bersanglar, mana bu narsa nimani formulasini beradi? Ilzosida x minus 7 ning qo'shilmasi kvadrati. Chunki nimani kvadrati? X kvadrati. X nimani kvadrati? 49, 7 niki. O'rtasi minus bo'lsa, nima bo'lardi bu? Minus. Minus ilzosida bu narsa x plus 2 ning qo'shilmasini beradi. Kvadratini. Boya aytdik, mana bu ikkalasi qisqargan payt javob modulda chiqadi dedik. X minus necha? 7 minus. Bu ham modulda chiqadimi? X plus 2. Bizga x qiymati berilgan. Qarab turinglar. 2,5 olib kelib qo'ysam, 2,5 dan 7 ni ayrsam minus 4,5 mi? Modul ichi minus bo'lib qolsa, to'ppa-to'g'ri o'rni nima qilardi? Almashardi. Ya'ni 7 minus nima bo'ladi? X. O'sha 2,5 ni mamutga olib kelib qo'ysam, 2,5 ga 2 ni qo'shsam 4,5 mi? Modul ichi plus bo'lsa, o'zini ishorasi bilan ochamiz. Demak, minus bilan ochib yuborsam, minus x minus nima bo'ladi? Savoylar bor mana shu joyda. Savoylar bo'lsa beringlar. 7 dan 2 ni ayrsam 5 minus x minus x minus 2 ta x. X imizning qiymati nimaga teng? 5 minus 2 ko'paygan 2,5. Bu 5 bo'ladimi? 5 dan 5 ni ayirsak javob savoylar bormi? Xo'p, keyingisi 92. Tengsizlikni yeching deyapti. Birinchi qiladigan ishimiz, hozir mana bu narsa 4x minus x kvadrat turibdi. Buni o'rnini nima qilib olish kerak? Almashtirsam, oldiga nima chiqadi? Minusga ko'paytirsamchi? Mana minus chiqardim va mana shu tengsizligini minusga ko'paytirgan paytim ishora nima qiladi? O'zgaradi. Har bittasi 0 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? X kvadrat. Qarang. Mana minus chiqardimi? Ochma. Keyin mana bu yerda minus 1 ga yana bir marta ko'paytirsam, minus nimaga o'zgarib ketadi? Plusga. Mana bu ishorasi nima qiladi? O'zgaradi. Har bittasi 0 ga teng deyman. X kvadrat minus 4x teng bo'lsin 0 ga. X chiqarib olsam, x minus 4 teng nimaga? X imiz ham 0 ga teng, x minus 4 imiz ham nimaga teng? X nima chiqadi bundan? 4. Ishlaydigan bo'lsak, 0 bilan 4. Bitta integral o'tkazamiz. Plus, minus, plus. Bizga qaysi biri kerak? 0 dan kattasi. Plusligini bo'yab turaman. Endi bizda ildiz bormi? Kvadratga oshirmaysizlar, mana qilasizlar, qaranglar. Ildiz ichi har doim nimadan katta bo'lardi? 0 dan katta yoki tengmi? Xo'p, chunki ildiz ichi 0 bo'lishi mumkinmi? Bu bilan. Xo'p, 0 bo'ladigan bo'lsa, qaranglar. Bundan javob 0 chiqsa-da, 0 ni mana bu qovusga ko'paytirsam 0 chiqadimi? 0 0 dan katta bo'ladimi? Katta emas, to'g'ri. Teng bo'ladimi? Yo'q, teng bo'lmagani uchun mana bu yerda mana maqtashimiz. Ildizlar necha bilan necha chiqadi? Qo'shganimizda 5, ko'paytirganimizda 6. Shu bilan
mana 2, mana 3. Hop, 0 dan kattasi plyuslimi? Ikkalasini javobi nima qilardik? 1, 2, 3, 4. Eng kichkinasi 0, 2, 3, 4. Xo'p, 0 dan chapga qarab ketyapti. 4 dan qaysi tarafga? Mana bu yerda mana 2 dan chapga qarab, 2 dan mana bunday chiqaman, chapga qarab yuraman. Kesishib qoldimi? Bo'ldi, mana bu bo'yab o'tirmaydi. Va 3 dan qaysi tarafga? O'ng tarafga. Mana bu yerda yana kesishib qoldimi? Javoblari minus cheksizlikdan nimagacha? 0 gacha kirmaydi. 4 dan plyus nimagacha? Tushunarli? Savol bo'lsa beringlar. Qolib ketdi chunki mana bu bo'yalmagan. Kesishgan joylarida eng ko'p bo'yalgan sohasi. Xo'p, 94 aytyapti. Xullas, mana shu funksiya berilgan bo'lsa, OX o'qi bilan chegaralangan soha yuzini toping deyapti. Sizlar bilan bu mavzuni o'tmagan edik. Oqto'p yoki o'tganmidi? Oqto'pdan o'tdik. O'tgan ekanmiz, esimga tushib qoldi. Buni to'g'rilab yozasan. Minus x kvadrat plus necha bo'ladi? 2x. Bu qanaqa funksiya desanglar, xullas, kvadrat funksiyami bu? Mana bu x, mana bu nima bo'ladi? Kvadrat funksiyaning grafiki qanaqa bo'lar desa, parabola bo'lar deysizlar-mi? Yo, bunaqasi o'tgan yoki pastdan tepaga qarab ketgan. Savolda x o'qi bilan mana bu kesishgan nuqtasini topish uchun y ga nima qo'yardik? Y ga 0 qo'ysam, minus x kvadrat plus 2x teng bo'lib qoladi nimaga? Mana shuni minusga ko'paytirib yuborsam bo'ladimi? X kvadrat minus 2x teng necha bo'ladi? X chiqarib yuborsam necha bo'lgan ekan? 0. O'rtasida nima bor? Ko'paytirish. Har bittasini 0 ga tenglasam, x'im 0 chiqadi, bittasi necha chiqadi? 2. 0 va 2 degan nuqta mana bu yerda 0 bo'lgan. Mana bu yerda necha bo'lgan? Mana 1 bo'lsa, mana bu 2 bo'lgan. Tushundinglarmi? Xo'p, grafikka xullas mana bu hozir y teng ax kvadrat plus bx plus c. Tanasi aytdim. Agar a 0 dan katta bo'lsa, grafik shoxlar tepaga qaragan bo'lar deganman. Agar a 0 dan kichkina bo'lsa, shoxlar qayerga qaraydi? Pastga. Shox pastga qaragan degani, demak, uch tepada bo'ladi-da. Bundoq ketadi. Tushundinglar? OX o'qi, mana bu OX o'qimi? Soha mana bu bo'lib qo'yaptimi? Mana shuni yuzini hisoblab berdi. Yuzini qanday topar desa, hop, integral 0 dan nechigacha? 0 dan 2 gacha shu funksiyani olib kelib yozamiz. Bu funksiyamiz nima edi? Xolislar uni tepadagini yozinglar, xolislar pastdagini, farq yo'q. Pastdagini yozayman. Minus x kvadrat plus nechi? 2x. Hisoblab qo'ysak bo'ldi. Boshlang'ich olamiz, hoslamiz. Boshlang'ich olayotganda darajasiga nechini qo'shardik? 3. Chiqqan javob pastga yozilardi. Plus, mana bu yerda 1 bormi? 2x 1 ga 1 ni qo'shsam, 2, chiqqan javob qayerga yoziladi? Pastga. Chegarasi 0 dan nechigacha? 2 gacha. Birinchi 2 ni qo'yib hisoblardik, keyin 0. Xo'p, 2 ni olib kelib qo'ysam, minus 2 ning kubi taqsim 3 plus 2 ning nimasi? Kvadrati taqsim 2 minus. Xo'p, endi 0 ni ham olib kelib qo'yishim kerakmi? 0 ni qo'ygan paytim bu ham 0 bo'lib ketadi. Bu ham 0. Hisob kitob 0 bo'lib ketyaptimi? Demak, 0 ni qo'yib o'tirganim foydasi yo'q. Shuni o'zini hisoblab qo'ysam bo'ldi. 2 ni kubi minus 8 taqsim nechi? 3. Bu ikkilar nima qiladi? Qisqaradi. 2 ni kvadrati 4. Umumiy maxraj bunga 3 keladimi? 3 kara 4 nechi? Minus 8 plus 12 taqsim nechi? 3. Bu teng bo'ladi 4 taqsim 3 ga. Savollar bormi? Tushunarli? Demak, bo'yalgan sohaning yuzasi nechaga teng bo'lgan ekan? 4 taqsim 3 ga. Xo'p, 95 nima deyapti? Hisoblang deyapti ekan. Xo'p. Xullas, mana bunda yozaman. Minus 3a ni 4-sini mana shuni to'g'rilab olay. Mana shuni 4-sini 12-si desam bo'ladimi? Bittasini olsam 12 ning o'rnida 1 bo'ladi. To'g'rimi? Ikkitasini olsam 12 ning o'rnida necha bo'ladi? 2 bo'ladi. 3tasini olsam 3 bo'ladi, 100tasini olsam 100 bo'ladi. Bizga hozir nechta bergan bunlar? 12 ta. Demak, darajasi necha bo'ladi? 12. Kim tushunmadi so'rasin. Qarang. Mana hozir mana bunisini ko'chiraman. Kichkinasini tushuntiray.
To'rtinchisi turibdi. Mana bittasini oldim. Agar bittasini olsam, qovusda birinchisi bo'ladi. Tushundingizmi? Agar ikkitasini olsam, qovusda nechinchisi bo'ladi? Ikkinchisi. Uchtasini olsam, uchinchisi. Bizga shundan nechta bor deyapti? 12 tami? Demak, qovusda necha bo'lishi kerak? 12. Xuddi shu qoidani ikkinchisiga nisbatan ishlataman. Taqsim. Xo'p, bizga berilgan -3 ani 4-sini nechta bor ekan? 8-simi? Darajaga daraja nima qilinadi? Ko'paytiriladi, birinchi ko'paytiriladi. 4 ga 12 ni ko'paytirsak 48, 4 kira 8 darajasi juft ikkalasi ham. Men minuslar nimaga aylanib ketadi? Plus. Sirasi to'g'rilab bordim. Keyin asoslari bir xil bo'lsa, bo'lish turganda darajalar ayriladi. 3a ni 48 dan 32 ni ayirsak 16. O'rtasida ko'paytirish bormi? Mana bu kvadrat bo'lganda 3 kvadrati a ni kvadrati bo'lardi. 16 bo'lgani uchun 3/16-si ko'paygan a nechinchisi? Yozib qo'ying. Tushundinglar? Yozib. Ha, bo'ldi, yozib olgan. Xo'p. Xullas funksiya berilgan ekan. Mana bu fx funksiya bo'lsa, mana bu narsalar o'z kitobda berilgan. Esda. Bizga xullas mana bu funksiyamiz fx barobar mana shu ax kvadrat plus bx plus c kvadrat funksiya ekan. F minus 5 qiymatini topib bergin dedi. Qaranglar. Mana bu qaysi nuqtalar? X o'qini kesib o'tgan nuqtalar. Hozir o'tdik. X o'qini kesgan nuqtasini topish uchun y ga nima qo'yardik? 0. Mana buni ikkinchi vazifasi y bo'lib ham kelarmidi? Xo'p, buni o'rniga 0 qo'ysam, x ni o'rniga bir safar necha qo'yaman? -1. Ikkinchi safar 5. Birinchi -1 qo'yaman. A ko'paygan -1 ning nimasi? B ko'paygan -1 fochma qiling. Plusmi? C. Xo'p, -1 kvadrat. 1 a ni o'zi qoladimi? B ni -1 ga ko'paytirsam -b plusmi? C. Bo'ldi, turib turaversin bu. Keyingisi sistema qilib olamiz oxirida. Xo'p, endi y ning o'rniga 0 qo'ygan paytda x nima chiqqan ekan? 5. A ko'paygan 5 ning kvadrati plus b ko'paygan 5 plus necha? C. Soddalashtirsak 25 a plus 5 ta b plusmi? C. Bu ham bor qo'limizda. Va endi teskarisini qilamiz. Qaranglar. Hozir mana bu y o'qini kesib o'tyaptimi? Y o'qini kesib o'tgan nuqtasini topish uchun x ga nima qo'yardik? 0. X ga 0 qo'yaman, y ga o'rniga nechani qo'yaman? 3 yozamiz. 3 barobar a ko'paygan 0 ning kvadrati plus b ko'paygan 0 plus nima? C. Bu 0 bo'ladi, bu ham 0 bo'ladimi? C nimaga teng bo'lib qoldi? C teng 3. Mana topdik. Xo'p, C ni ikkalasini ham mana bu C ni o'rniga olib kelib qo'ysam bo'ladimi? Olib kelib qo'ysam. A minus b plus 3 teng 0 ga 25 ta a plus 5 ta b plus c ni o'rniga nechani qo'yamiz? Teng nimaga? 0 ga. Sistema qilib ishlab qo'ysam. Tepani nechaga ko'paytirsam bo'ladi? B larni bir xil qilganman. Agar a ni bir xil qilmoqchi bo'lsangiz 25 ga ko'paytirasizlar. Ozgina qiynalasizlar. 5 ko'paytirsam yozaman. 5a minus 5 ta b 5 kira 3 15 teng 0 ga pastki qatori ko'chirib olaman. Plus 5 ta b plus 3 teng nimaga? 0 ga. Sistema, to'g'rimi? Ishorasi har xil bo'lsa, bir-biriga nima qilardik? Qo'shardik. 5 plus 25 30a teng bo'ladi. 15 ga 3 qo'shsak, mana shu yerga yozaymi? 18 teng nimaga? 0 ga. Plus 18 o'ng tarafga nima bo'lib o'tadi? Aniq. Minus 18 taqsim nechi? 36 ga qisqartirsak, 3 taqsim 5. 3 5 ga bo'lsa 0 butun nechi? Aniq qiymati bormi qo'limizda? Turib tursin bu. Ani olib, mana bu yerga qo'ysam nima chiqadi? B-mi? Mana bu yerga qo'ysanglar ham bo'ladi, faqat hisob kitobga ozgina qiynalasizlar. Mana bu yerga qo'ysak. Xo'p, a-imiz necha ekan? Minus 0,6 minus b plus nechi? 3 teng 0 ga. Minus b ni chap tarafda qoldiraman. Xo'p, 0,6 u yoqqa plus bo'lib o'tadi. 3 minus minus b teng 0,6 3 minus 2,4. 2 ta minus nima bo'lib ketadi? B ni qiymati bor, C ni qiymati bor, A ni qiymati bor, to'g'rimi? Hammasini olib kelib A ni, B ni, C ni o'rniga qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Yozaman. Fx barobar. A ni o'rniga necha keladi? To'g'rimi? B ni o'rnigachi?
2,4x plus sen o'rniga 3. O'zi aytyapti mana x ni o'rniga nimani qo'ygin deyapti. -5 olib kelib hisoblab berdim ochib. -5 qo'yamiz, hisoblab qo'yamiz bo'ldi. 6 ko'paygan -5 ning kvadrati plus 2,4 ko'paygan -5 plus necha? 3. 5 kvadrat xolos plus 25 bo'ladi. 6 ga ko'paytirsak 150. Bitta virgul sursak minus 15 mi? 24 5 ko'paytirsak 120. Bitta virgul sursak minus 12 va plus 3. Minus 27 ga 3 qo'shsak minus 24. Savoylabormi? Ochma. Mira. Shohla. Mana bu? Qarang. Mana bu x o'rniga nima qo'ydik hozir? -5. -5 kvadrat. Nimaga teng? 25 ga. 25 ni 06 ga ko'paytirsak 15. Faqat oldida minus bo'lgani uchun minusni qo'yib qo'ydim. Ikkita plusga minus meni yana minus bo'lib ketdi. 2 ning to'g'ri 5 ga ko'paytirsa minus 12. Amma plus 3 ni o'zini hisoblab qo'ydim, yozib qo'ydim. Ikkita minus kelsa qo'shilarmidi? Minus 27 ga 3 qo'shsak minus 24. Tushundinglar? Xo'p, 99 savoylabormi? 99 nima deyotadi? Sonlardan foydalanib nechta takrorlanmaydigan 3 xonali son tuzish mumkin? Nechta takrorlanmaydigan demoqchi. Nechta son bor jami? 1 2 3 4 5 6 tami? Birinchi xonasiga 0 kela oladimi? 0 olib tashlaganim hisobiga 5 ta son qoladi. To'g'rimi? Men 0 olib tashlasam 1 2 3 4 5. Endi qaranglar. Bu 5 ta sondan bittasini ishlatib bo'ldimmi? U bittasi chiqib ketadi. Lekin men bu ikkinchi qatorga 0 da ham ishlatsam bo'ladimi? Bu yerda 4 ta qoldi. Mana bitta sonni qo'shsam 5 ta son bo'ladimi? Xohlaganimni qo'ysam 5 ta imkoniyatmi? Qaranglar. 0 ishlatildi. Yana ana 1 dan 5 gacha yana bittasi ishlatildi. Nechta son qolyapti? Oxirgisiga nechta keladi? Ko'paytirsak, ochma tushundingizmi? Anami? Kimda savol bor, so'ranglar. Yilnoza. Muhammad. Hop. 100. Bunga oid sizlarga yana mavzu ko'ramiz. Xudo xolasa mana shu testlarni tugatib olaylik. Qaranglar, bu bo'laklab integrallash deyiladi. Formulasi mana bu ko'rinishda bo'ladi. A ko'paygan bilan integral nimaga teng desa, A ko'paygan minus integral A ni hosilasi ko'paygan bo'lgan. Tushunarli? Bizda bu yerda ko'paytmadan kelib chiqqan, hozir tushuntirib o'tirmayman. Tanlab olish, ya'ni tanlama qilamizda, qaranglar. Agar men A ga x ni 8-sini tanlasam, mana B ning hosilasi degan narsaga ln 8x tanlayman. Tushunarli? Endi hozir mana bu yerda hech narsa yo'q. Biza bundan hech narsa bo'lmagan bo'lsa, demak bundan boshlang'ich olingan. Men hozir hosil olishim kerak. Hosila olgan paytim shtrix qo'yaman. 8 oldiga tushadi, 8x nechinchisi bo'ladi? 7-chi. Endi bundan boshlang'ich olishimiz kerakmi? Mana bu shtrixni yo'qotish uchun boshlang'ich olish kerak. ln 8x, ya'ni ln x boshlang'ich yo'q. Topsa bo'ladi, maydalab. O'rniga boshqacha qilamiz. Ya'ni mana bu ishimiz bor-ku, almashtiramiz. Bo'tga ln nima tanlayman? 8x, bo'tgachi x nechinchisi? 8-chi. Mana bu narsani x deb tursam bo'ladimi? ln x dan hosili 1 taqsim x bo'lardi va ko'paygan 8 ga 8 lar nima qiladi? Necha qoldi? 1 taqsim x. Keyingisi, bu hosila turgan bo'lsa, boshlang'ich olish kerakmi? Boshlang'ich olsak, darajasiga nechani qo'shardik? 9. Chiqqan javob qayerga yoziladi? 9 ga. Endi mana shu hammasini olib kelamiz, mana o'rniga qo'yib qo'yamiz. Qarab turib yozaman. Barobar a ko'paygan va a-imiz nima edi? ln 8x, to'g'rimi? Ko'paygan. b-imiz nimaga teng edi? x 9 taqsim nechi? 9. Minus qaysi? Mana qarang. A nimaga teng? A? Yo'q, A nimaga teng? A ni o'zi. ln 8x mi? Mana bu hosilalik emas, A ni o'zi. Mana tepasida hech narsa yo'q. O'zini olib kelib qo'ydim. Ko'paygan x 9 taqsim nechi? 9. B-imiz mana bu narsaga teng mana. Olib kelib qo'ydim. Minus integral A ni hosilasi nima chiqdi? B-imiz nimaga teng? X 9 taqsim 9. Mana bu ikkalasi nima qiladi? 8 qoldimi? Shuna javob. ln 8x ko'paygan x 9 taqsim nechi? 9. Xullas, mana bu yerda narsa qolyapti. X 8 taqsim nechi? 9. Mana bu yerda to'g'rimi?
Boshlang'ich olsam, darajasiga nima qo'shaman yana? 8 ga 1 qo'shsam, 9 chiqqan javobi pastga yozilarmidi? 9 kara 9. Tushundinglarmi? Pastga ko'paytirilardi. Boshlang'ich olayotganda darajasiga 1 qo'shiladi. Hosilayotganda darajasi nima qilardi? Oldiga tushadi. Tushundinglarmi? Mana savollar bor, beringlar. Qaranglar, xullas, buni variantga to'g'rilab qo'yamiz. Bitta ko'rayda. Agar variantda shunday berilgan bo'lsa, shuni qoldiramiz. Xo'p. A javobda mana bu variant berildi. Qani tekshirib ko'ramiz. Shunga to'g'ri kelsa keldi, bo'lmasa boshqa variant bo'ladi. Boshqasini tekshiramiz. Anchagacha tekshirganimizda shunga to'g'ri kelgandi. Qaranglar. Hozir men buni qovusini ochib chiqqan paytim mana shu javob chiqishi kerak. Shuna teng bo'ladimi? Ketdi, qovusini ochib tekshirib qo'yildi, bo'ldi. Xo'p, buni bunga ko'paytirsam 81 bilan 9 nima qiladi? X 9 taqsim 9, ln nima qoladi? Endi buni birga ham ko'paytirishim kerakmi? Minus x 9 taqsim nechi? Qaranglar. Bu narsa bilan mana bu ikkalasi bir xilmi? Faqat x 9 taqsim 9 bu yoqda oldiga yozgan, a bu yoqda keyin yozib qo'ygan. Ikkalasi bir xilmi? Demak, javob nima bo'lar ekan? Savollar bormi? Bo'ldi, tugadi.